Chindan ham yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash muhim vazifa. Bunda ko'pni ko'rgan faxriylar, umrini yurt rivoji, xalq farovonligi yo'lida baxshida etgan insonlarning hayot yo'li namuna. Ularning pand-nasihatlari o'z qimmatiga ega bo'ladi. Shu maqsadda Nuroniy jamg'armasi tomonidan turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Jumladan Paxtakor tumanida tashkillashtirilgan 3 avlod uchrashuvi harbiylar va yoshlarda katta taassurot qoldirdi. Ezgu an'anaga aylanib borayotgan tarix bugun va kelajakni o'zida mujassam etadigan 3 avlod uchrashuvi avlodlar o'rtasidagi zanjirni mustahkamlovchi ko'prikdir. Zero keksalarning har bir so'zi, hayotiy tajribasi yoshlarni vatanga sadoqat, yurtga muhabbat, boy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalab, yangi O'zbekistonni barpo etishda daxldorlik tuyg'usini yanada yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu uchrashuvda Paxtakor tuman Nuroniy jamg'armasi vakillari, harbiylar, maktab o'quvchilari ishtirok etishdi. Tadbirda so'zga chiqqan keksa avlod vakillari yig'ilganlarga o'zlarining ibratli hayot yo'li, mehnat faoliyati, to'plagan boy tajribasi, shuningdek, vatan ravnaqi yo'lida fidoyilik ko'rsatgan yurtdoshlarimiz bilan bog'liq ibratli xotiralarni so'zlab berishdi. Samimiy muloqotlarda tinch va osuda hayotni qadrlash, yangi O'zbekiston ravnaqi, taraqqiyoti yo'lida faol va fidoyi bo'lish, millatlar aro tinchlik totuvlikka e'tibor qaratish lozimligi ham aytib o'tildi. Uchrashuvdan maqsadimiz yoshlarimizga oldin qanday edi, hozir qanday armiyamiz. Mana shuni tushuntirish. Shu yerda oqsoqollarimiz, nuroniylarimiz chiqib, armiyamiz oldin o'zlari xizmat qilayotgan og'ir vaqtlarini aytib berishdi. O'zlarini hayotlarini, og'ir hayotlarini gapirib berishdi. Hozirgi kunda esa vatanimiz har tomonlama qo'riqlanayotganligini, dunyodagi eng tinch davlatdan bittasi biz O'zbekiston ekanligini tushuntirib berishdi. Maqsadimiz bundan keyin ham yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va vatanimizni chin dildan sevishga o'rgatish. Albatta, zamonimizning tinchligi, osmonimizning musaffoligi, dasturxonlarimizning to'kin sochillik, fayzli barokatligi har biri mana shu tinchlikka bog'liq. Mana shu O'zbekistonimizning tinchligiga hech qachon ko'z tegmasin va mana shu tinchligimiz abadiy bo'lsin. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan inson qadri uchun tamoyil asosida o'tkazilayotgan 3 avlod uchrashuvlari har bir oila insonga e'tiborning yorqin namunasi sifatida yosh avlodni vatanparvarlik va milliy qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalashda beqiyos ahamiyatga ega. Mazkur tadbir badiiy dastur bilan davom etdi. San'atkorlarning kuy va qo'shiqlari yig'ilganlarga xush kayfiyat baxsh etdi.